profiliga qanaqa rasm qo'yishni bilmasdan qanaqadir mashinalarni qizlarni rasmini qo'yadigan bo'lib o'shalarga tashlab qo'ydi. Men bitta avvani qo'yib olishdi. Tarjib kirganda men faqat o'tishma qilishni tushaman degan bolaga mana shu videoni tashlab qo'ydim. Mana shu flagga qo'yib oldim. Bu flagni men o'ylab topmaganman. Mana flagni qo'ygan emas. Bu Amurning urushdagi ya'ni oxirgi bayroq. Ya'ni bu bayroq ko'rsatilgandan keyin mana rasm shafat kutma degan ma'noni anglatadi. Bu rasmni qo'ydi va o'yinda beshafqatlar yo'q. Men qo'limda butun jahonni ushlab turibman, lekin uni o'zim bilan olib keta olmayman.